Endi kelyapmiz. Mana Davidda mana o'zini hosili bo'ladigan bo'lsa, mana pishgan holati. Mashalloh. Mana pishgan holatini ham ko'rsanglar bo'ladi. Sifat juda ham zo'r, to'rlama juda ham zo'r. Juda ham mana o'zida ko'rsatilgan holatdagi to'rlamasi kelyapti. Buni ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, mana ketma-ket hosil solib ketyapti. Mana bu bir joyda mana ko'radigan bo'lsak, mana 1, 2, 3 ta hosil, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 6 ta bir joyda, bir tutda 6 tadan hosil bo'lyapti. Uni o'zini ko'rsanglar bo'ladi. Mana sifatda o'sha aytganimizdek tuxumsimon, ikkita tarafi tuxumsimon. Mana to'rlamani ko'ryapsizlar, to'rlama juda ham zo'r va silliq ketgan, ustida to'rlamasi ham silliq ketgan. Mana mashitda mana ko'rsatib o'tamiz. Mana kasallik nomiga boshlangan va o'zi to'xtagan. Bu yerda hech qanaqa kasalga oziqa berilmagan. Mana endi bitta hosillarni ko'rdik. Mana hurmatli dehqonlar, endi qovunlarni o'zini qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana qovunlarimiz bir xil standartda kelyapti. Mana ichini qaraydigan bo'lsak, mana ichida ham hosil bir xil standart. Bir xil quchoqlab keladi. 3-3,5 kilo ves atrofi. Mana hammasini bitta palayning ichida kamida 4-5 donadan qovun kelyapti. Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, bizlarni kuzatuvchilarimiz, chorvadorlarimiz. Biz mana 2024-yil Toshkent viloyati Quyuchirchiq tumanining Mevazor mahallasiga keldik. Bu mahallada bizlarni Grow firmamizda David qovunlarimiz ekilgan. Qovunlarimiz gideta may oyini boshlarida yerga qadalgan, gideta shu 5-6larida. Bu hozirgi kunga kelib, bugun bizning chisloyimiz 2024 28-iyunda turibmiz. Bu ko'chatlarimiz gideta 55-60 kunlik bo'libdi. Bu ko'chatlarimiz ekilgandan beri 2 marta tegidan oziqa berilgan va bundan oldingi syomkada biz kelib ketganimizdan keyin bu yerda bir martagina bargdan suspensiya oziqalarini berib ketishni tavsiya qildik. Bu tavsiyamiz nimaga? Bu kunga kelib hammamizga ma'lum, hozir 22-23 iyundan boshlab, hozir mana 28-ga kelgan bo'lsak, juda ham issiq qattiq bo'lyapti. Issiq qattiq bo'lgandan keyin biz hammamiz bilamizki, palayli o'simliklar 15 gradusdan 25 gradusgacha bo'lgan temperaturada yaxshi rivojlanadi. Undan juda ham yuqorilashib ketsa, palaylarimiz tashlab yuborib, rivojlanishida kamchiliklar kuzatilishi mumkin. Endi boshida aytib o'tganimizdek, mana qovunlarimizga ham bargdan suspensiya, ham hosilni yiriklashtiruvchi bo'lgan suspensiyalardan qo'shib berganmiz. Qovunlarimiz hozir ko'ryapmiz, standartda o'sha bitta terim qilib chiqishdi. Bu o'sha ikkinchi terimga to'g'ri kelyapti. Qovunlarimizni o'zini holatini ko'rsak, sifat zo'r. Eng katta oldi qovunimiz 4 kilogacha boryapti. Sredniyam shu 3-3,5 kilo atrofida qovunlarimiz to'g'ri kelyapti. Qovunlarimiz usti juda ham silliq. To'g'ri bo'lgani bilan to'g'rining usti juda ham silliq, bir tekisda ketgan. Formalari juda ham chiroyli, standart. Endi asosiy buni eksportga agar uzadigan, eksportga teradigan bo'lsak, buni korobkalarish yo'nalishi ham juda ham zo'r bo'ladi. Keyin aytib o'tganimizdek, bu qovunlarimizni hozirgi kunda mahalliy qovunlar bilan ham biz kechroq ham obrazetslarga bergan paytlarimiz mana chunvaslar o'zinglar kechroq ham berganmiz. Mazasini bizga boshida aytishda ham mazasi juda ham shirin deb bizga ko'rsatma bergan. O'sha ko'rsatma asosida biz kechroq ham qilib ektirdik. Kechroq qilib ektirganimizda o'zimizni bir nechta qovunlarga solishtirganda mazasi bir xil shunaqa shiraga ega bo'lib chiqyapti. Bu degani qolgan mana Yevropadan, Turkiyadan, Amerikadan, Gollandiyadan keladigan navlarda shirasi unaqa kuchli emas. Bunda shira 14.5 dan 14.8 gacha boryapti. Keyin aytib o'tganimizdek, mana hali ham mana issiq sharoitlarga kelgan taqdirimizda ham mana mushnistlik rasak hech qanaqa kuzatilmayapti. Bargda hech qanaqa kasallanish yo'q. Endi fuzarioz bunaqa paytda o'zi unaqa chiqavermaydi. Chiqqan taqdirda ham buni ko'ra bilardik. Endi issiqda o'zim fuzarioz unaqa qo'zg'almaydi. Aslida mushnistlik rasak ko'p chiqadi. Mushnistlik rasada kasallikdan hech qanaqa kasallik sezmaymiz. Mana bir nechta kustlarimizda ozgina boshlangan, lekin bu kasalliklarga emlangani sababli bunda bu kasalliklar kuzatilmayapti. Kasalliklardan dalolat yo'q. Endi qisqacha yana ochib ko'rsatib kelamiz. Gideta mana 55-60 kun atrofida qovunlarimiz qanaqa darajada sarg'ayishga kelayotganini ko'ra bilamiz. Hozir mana ko'rsatamiz endi, xudo xolisa. Mana hurmatli dehqonlar, endi qovunlarni o'zini qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana qovunlarimiz bir xil standartda kelyapti. Mana ichini qaraydigan bo'lsak, mana ichida ham hosil bir xil standart, bir xil quchoqlab keladi. 3-3,5 kilo ves atrofi. Mana hammasini bitta palayning ichida kamida 4-5 donadan qovun kelyapti. Mana ko'rsatib kelamiz. Hammasi 4-5 kilodan hosillari bor. Mana kechga cho'zib ekkan taqdirimizda ham
kechkiga qaratganimizda ham o'zini yaxshi ko'rsatib bilar ekan. Mana qovunni o'zini ko'rsanglar bo'ladi. Mana sifatda o'sha aytganimizdek tuxumsimon, ikkita tarafi tuxumsimon. Mana to'rlamani ko'ryapsizlar, to'rlama juda ham zo'r va silliq ketgan. Ustida to'rlamasi ham silliq ketgan. Mana mana shu yerda mana ko'rsatib o'tamiz. Mana kasallik nomiga boshlangan va o'zi to'xtagan. Bu yerda hech qanaqa kasalga oziqa berilmagan. Mana endi bitta hosillarni ko'rib ketamiz. Mana ketma-ket hosil solib ketyapti. Mana mana bu bir joyda mana ko'radigan bo'lsak, mana 1, 2, 3 ta hosil, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 6 ta bir joyda, bir tupda 6 tadan hosil bo'lyapti. Mana endi kelyapmiz. Mana Davidda o'zini hosili bo'ladigan bo'lsa, mana pishgan holati. Mashalloh. Mana pishgan holatini ham ko'rsanglar bo'ladi. Sifat juda ham zo'r, to'rlama juda ham zo'r. Juda ham mana o'zini ko'rsatilgan holatdagi to'rlamasi kelyapti. Buni ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Aytib o'tganimizdek sifatda keyin yana bitta narsasini ham bildirib o'tishimiz kerak. Bir nechta qovunlarda biz kuzatib o'tdikki, qovunlarda shunaqa holat kelyapti. Ustida qovunni mana sariq bo'lib bir xil to'rlagandan keyin bir xil qovunlarda, bir xil navlarda yonida bunday qora dog' bo'lib qovunni sifati buzilyapti. O'shunaqa taraflama ham bunda o'shunaqa sifat buzilishi kuzatilmaydi. Sifat darajasi juda ham quvonarli holatda. Bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu polimiz traktorist ovotganlarda sal kichkinaroq bo'lib qolgan, 2,5 bo'lib qolgan. Mana bu yerda yirik o'sha polimiz mana 4 metr. 4 metrni ham to'liq palay egallab olgan. Mana bu yerda ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana qovunlarimiz to'la ichida. To'la. Har bittasining ichida mana nechtadan hosil bo'layotgani ko'rinib kelyapti. Mana sifat, mana sifatda o'zingizlar baho beringlar mana. Sifatni qaranglar. Sifat juda ham go'zal tarzda. Keyin yana bitta narsani aytib o'tamiz. Mana to'rlamada bir xilma-xil mana shunaqa xatolar bo'lib qolishiga sabab bunda agar palay ustidan qattiq bosib turadigan bo'lsa, mana shunaqa to'rlamada ozgina xatolik bo'ladi. O'shaning uchun palaylarni ham imkon darajasida tarab tursak, bu maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Mana bu yerda holatlarni ham mana o'sib kelayotgani mana razmerni ko'ryapsizlar qanaqa darajada kelyapti. Sifat juda ham go'zal. Juda ham zo'r. Mana bu yoqda bir joyda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta qovun. Hurmatli dehqonlarimiz, sizlarga aytib o'tganimizdek, biza Greenland kompaniyasi, Genetic Seeds kompaniyasi sizlar uchun sifatli urug' topishda, uni ustida ishlashda hamisha harakatdamiz. O'zbekistonimizga keraklicha bo'lgan sifatli mahsulotlarni yetkazib berishda biz davom etamiz. Xudo xolasa bundan buyog'iga ham sizlarning yoningizda o'zimizni yuzimizni yorug' qilib yaxshi mahsulotlarni yetkazib beramiz. Bizani kuzatishdan charchamanglar. Bizda sizlar uchun kunni issig'iga qaramay dalalarga chiqib ishlashda charchamay sizlar uchun yengilliklarni ko'rsatishda davom etib boramiz. Greenland sizlar bilan birga, Genetic Seeds sizlar bilan birga bizani kuzatishda davom etinglar. Rahmat.